Ko'zini yumib qiladimi shunaqa? Nima operatsiya o'tkazgansizlar oyisi? Yurakda. Parod bo'lganmi? 4 yoshli bemorimizni bizdan Qozog'iston Respublikasidan murojaat qilib kelishdi. Mana bolada holatini qaranglar. Anonizm harakatlari kuzatilyapti. Hatto bola rohatdan ko'zlarini yumib oladi. Lekin bular noto'g'ri davolanishgan, ya'ni bular судорожный sindrom bilan depakin qabul qilib yurishgan, lekin bolada судорога kuzatilmagan. EEG tahliliga qaraganimda esa, mana EEGda ham судорога yo'q. Patologический очаг bergan, lekin hamda EEGsi juda ham sifatsiz olingan. Mana ahamiyat bering. Undan tashqari MRT tekshiruvlari, MSKT tekshiruvlari o'tkazilgan Qozog'istonda va arachnoidalniy kista ham aniqlangan bemorda. Biz bemorni ko'rganimizda birozgina reflekslarining balandligi aniqlandi va o'zim kerakli bo'lgan analiz tahlillarini hamda EEG tahlilini o'tkazdim. EEGda hech